To'raqo'rg'on tumanidagi ixtisoslashtirilgan maxsus maktabdamiz. Bu yerda hozirgi kunda 2025-o'quv yilida 49 nafar bitiruvchimiz bor. Ingliz tiliga bu maktabda juda katta urg'u beriladi. Undan tashqari aniq va tabiiy fanlarga maxsus gruppalar ajratilgan. Shu gruppalarda yo'nalishlar bo'yicha dars beriladi. O'quvchi o'zi istak bildiradi, taklif bildiradi, o'sha yo'nalish bo'yicha imtihon topshiradi, o'sha yo'nalish bo'yicha o'qiydi. Til bilgan odam dunyo biladi. Til bilgan odam bilan dunyo gaplashadi. Everything is just beginning. I believe in my country. Xo'p, yoshlar bilimli, tirishqoq, talabchan, eng asosiysi. Haligi o'qituvchilarni ham o'zini ustida ishlashga kerak bo'lsa majbur qilishadi. Haligi bilimni talab qilishadi. Biz shunga yarasha bularni talablarini bajarish uchun ham o'zimiz ustimizda muntazam ishlashga harakat qilamiz. O'zingiz ham yoshsiz ekan? Ha, endi 26 kirdim. Institutni yangi tamomlab ish boshlagan vaqtimizda asosiy vaqtimiz turli xil ishlarga o'qituvchilar jalb qilingan, masalan, paxta, g'o'za, undan tashqari kommunal to'lovlar, aholini aylanish bilan ko'p vaqtimizni o'shalarga sarf qilganmiz. Mana so'nggi paytlarda mana prezidentimiz tashabbuslari bilan o'qituvchilar unaqa tashkiliy ishlarga jalb qilmay qo'yilgandan beri men o'ylayman, ta'limda juda ham katta o'zgarish bo'ldi. O'quvchilar bilim darajasi ham juda ham yuqori. Hozir kichkina sinfdanoq o'zim ingliz tili o'qituvchisi bo'lganim uchun aytyapman, ingliz tilida o'quvchilar bemalol gaplashyapti. 8-9-sinfda milliy sertifikat deyarli olib bo'lyapti. O'zimiz maktabda ham juda ko'p o'quvchilarimiz xalqaro milliy sertifikatlarni olishyapti. Bir 15 yil, 20 yil oldingi o'quvchi bilan hozirgi o'quvchining bilim darajasini solishtiradigan bo'lsak, o'rtada osmon bilan yercha farq bor. Hozirgi 11-sinf o'quvchilar bilgan narsani institutga kirayotgan paytimda ham 30% ni bilganman. To'g'risi. Hozirgi bolalarimiz o'ta kuchlik. Bilimga ham chanqoq, o'zlarining mustaqil fikriga ega, o'zini kelajagini o'zi oldindan tasavvur qilyapti. Hozir ham dalada yurgan bo'lganimizda bunaqa o'zgarish bo'lmasdi. Bizga berilgan imkoniyatlardan foydalanib, turli xil sertifikatlar oldim, har xil sertifikat, milliy sertifikat, qo'shimcha ustamalar, olimpiadadagi o'quvchim viloyatda birinchi o'rin olgan uchun unga berilgan qo'shimcha ustamalar, shular hisobga olib oyligim 15 millionga chiqdi. Bu yil bitiruvchilarimiz 49 nafar turli fanlarda IELTS'larni, sertifikatlarni qo'lga kiritib bo'lishgan. O'tgan yilgi o'quv yilida 29 nafar bitiruvchimiz bitirgan va 100% oliy ta'limga kirishgan. Bu yil ham albatta 100% li natija bilan uddalaymiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Men havas qildim maktabga lekin. Juda. Qani edi yoshlikka qaytsak, imkoniyatlardan biz ham foydalansak. Biologiya darsi ustozimiz nazariy bilimlarni amaliy bilimlar bilan mustahkamlab to'liq sharoitlar yaratilganki, ham nazariy bilimlar, ham amaliy bilimlarni hamkorlikda mustahkamlab o'rganishadi. Mana sport zalimiz barcha qulayliklarga ega. Bu xona mana Jamshidbek shaxmat to'garagi xonamiz. So'nggi vaqtlarda o'zi yurtimizda shaxmat borasida natijalari juda yuqori. Albatta. Natijalarimiz mehnatga yarashadi. Demak, shu bo'layotgan natijalarni davom ettiradiganlar shu yoshlar. Albatta shu yoshlardan kutamiz. Hozirgi kunda juda ko'p bilim olish uchun sharoitlar yaratilmoqda. Ishonchni oqlashimiz, bizga yaratib berilgan sharoitlardan to'g'ri foydalanib, unga mos javob qaytarishimiz kerak. Hozirda biz mana shunga harakat qilyapmiz. Prezidentimiz ishonchlarini oqlashga harakat qilyapmiz o'qib. Hozirda Buyuk Britaniyaning Cambridge sistemasi, Singapur va Finlandiyaning ilg'or sistemalarini hozir islashgan maktablar va ko'plab prezident maktablarida qo'llab kelinyapti.
Shu natijada hozir misol uchun oldin 11-sinfda o'tilgan ma'lumotlar hozir 9 va 10-sinf o'quvchilari ham hozirdan biladi va menimcha kelajakda bu narsani 7-8-sinflarda ham isbotlaydi bo'lgan. O'zbekiston hozirgi paytda yoshlar uchun va endi o'sib kelayotgan o'g'il-qizlar uchun juda ham keng imkoniyatlar ochilgan joy sifatida bilaman. Misol uchun El Yurtimiz fondi yaqin 2-3 yil davomida ta'sis etilgan bu fond hozirda dunyoning top 100 ta universitetlarga kirgan o'quvchilar uchun 100% grant asosida chet elda o'qib kelish imkoniyatiga ega. Bu dasturda hamma xarajat o'qishdan boshlab turib oziq-ovqatgacha davlat tomonidan qoplab beriladi. Endi Oksford universitetlariga, Cambridge universitetlariga, jahon tan olgan eng katta oliygohlarga kirish vazifasi qolyapti bizda. O'ylaymanki, uddalaymiz.